Timur boshqa millatlar uchun kim? Avval uni bosqinchi deb hisoblaydigan to'p-to'r davlatni ko'rib chiqamiz. Birinchisi Eron. Timurning Fors o'lkalariga yurishlari va mahalliy sulolalarni ag'dargani sababli Eron tarixshunosligida u ko'proq bosqinchi sifatida tasvirlanadi. Keyingi davlat bu Armaniston. Kichik Osiyo va Kavkazdagi yurishlar tufayli Armaniston tarixiy manbalarida Timurga nisbatan salbiy obraz shakllangan. Uchinchi davlat bu Suriya. Damashq va Bag'dodning zabt etilishi, shaharlardagi katta vayronagarchiliklar sababli ayrim mahalliy tarixchilar uni shafqatsiz hukmdor deb baholashadi. To'rtinchi davlat esa bu Gruziya. Kavkazga qilingan bir necha yurishlar gruzinlar tarixida og'ir va fojiali davr sifatida esga olinadi. Endi esa Timur shaxsini ijobiy baholaydigan davlatlarga o'tamiz. Birinchi davlat bu Fransiya. Timurning Bayazid ustidan qilingan g'alabasidan so'ng Yevropa istilodan qutulgan deb baholangan. Shundan so'ng Fransiya quroli tomonidan tabrik va tashakkur maktubi yuborilgan. Ikkinchisi bu Hindiston. Dehli yurishi qanchalik bahsli bo'lmasin, Hindiston tarixida Timur Boburiylar sulolasining bobokaloni sifatida tarixda alohida o'rin egallaydi. Uchinchi davlat bu Turkiya. Garchi Anqara jangi bo'lgan bo'lsa-da, hozir u yerda Timur eng buyuk turk sarkardasi deb tan olinadi. Tarix bu faktlar emas, talqinlar jangidir. Savol esa ochiq qoladi. Siz uchun Amir Timur kim? Izohlarda yozib qoldiring.